15-18 oy. 15-18 oylar orasida farzandingiz dunyoni kashf qilishi uchun kuchsiz qadamlardan kichik, lekin ishonchli qadamlar tashlashga o'tadi. Bu qiziquvchanlik, chegarani sanash va ko'proq mustaqillikni namoyon etish uchun hayajonlarga to'la davr. Go'daklar ba'zida ota-onalarga yopishib olsalar-da, ular o'zlari yangi narsalarni sinab ko'rishdan, mustaqil ovqatlanishdan, tirmashib chiqishdan va kundalik harakatlarni takrorlashdan zavqlanishadi. Shifokorlar rivojlanish bosqichlarini tekshirish orqali farzandingiz kutilganidek rivojlanayotganligini tekshirishlari mumkin. Shuni esda tutingki, har bir go'dak o'z sur'atida rivojlanadi. Ba'zi ko'nikmalar ertaroq, boshqalari esa keyinroq shakllanishi mumkin. Muddatidan oldin tug'ilgan bolalar ko'pincha tengdoshlariga nisbatan rivojlanish bosqichlariga kechroq yetib keladi. Bu normal holat hisoblanadi. Agar farzandingiz o'sishi yoki rivojlanishi haqida xavotiringiz bo'lsa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. 15-18 oylik bolangiz qanchalik o'sishi kerak? O'sish chaqaloqlik davriga nisbatan sekinlashadi, barqaror qolmoqda. Bu bosqichdagi bolalar oyiga o'rtacha 200 gramm vazni ortib, bo'yiga taxminan 1 santimetr o'sadi va bosh aylanasi har oyda 0,5 santimetrga kengayadi. Shifokorlar bolangizni o'sishi o'z tezligida davom etayotganini kuzatish maqsadida bu ko'rsatkichlarni maxsus o'sish jadvalida qayd etib boradilar. 15-18 oylik bolangiz bu yoshda nimalarni qila oladi? Bu yoshdagi go'daklar harakat qilishi va izlanishni sevadilar. Umumiy rivojlanish bosqichlariga quyidagilarni kiritishingiz mumkin. Ancha barqaror yurishni o'rganish va yurishni boshlash, yordam bilan mebellar, zinapoyalar va o'yin maydonchasi jihozlariga chiqish, o'yinchoqlarni olish uchun cho'qqayish va osonlik bilan qayta turish. Yurish paytida o'yinchoqlarni sudrab yurish, to'plarni oldinga otish, lekin hali aniq nishonga ololmaslik. Ikkala qo'lni birgalikda ishlatishni boshlash, bir qo'lda o'yinchoqni ushlab turish, ikkinchi qo'l bilan uni boshqarish. 3-4 kubikdan iborat minorachalar qurish. Qoshiqdan yaxshiroq foydalanish, ammo ovqatni to'kib borish hali ham tez-tez uchraydi. Piyoladan bir ho'plab ichish, rangli qalamlar bilan chizish va vertikal chiziqlarni chizishga harakat qilish. 15-18 oylik bolangiz nimalarni ayta oladi? Bu davrda nutq va muloqot jadvali rivojlanadi. 18 oylik bo'lganda ko'plab bolalar 10-15 ta so'z aytadi. Ba'zilari ko'proq, ba'zilari kamroq ham aytishi mumkin. Narsalarni so'rash yoki qiziqishni bildirish uchun ko'rsatadi. Xohish va ehtiyojlarni ifodalash uchun imo-ishoralar va yakka so'zlardan foydalanadi. Tovushlarni birlashtirish va suhbatga o'xshash g'alati nutq bilan tajriba qilishni boshlaydi. Tez-tez eshitadigan so'zlarni takrorlaydi. 15-18 oylik bolangiz nimalarni tushunadi? Kichkintoylar so'zlarni harakatlar va predmetlar bilan mazmunli tarzda bog'lashni boshlaydilar. Ular o'tiring kabi oddiy bosqichli ko'rsatmalarni imo-ishorasiz tushunib bajaradilar. So'ralganda tanish, tana a'zolarini tanib ko'rsatadilar. Ular soch tarash, qoshiq bilan aralashtirish, telefonni quloqqa tutish kabi kundalik buyumlardan foydalanishni tushunishadi. Ular xiyoliy o'yinlar bilan shug'ullana boshlashlari mumkin. Masalan, qo'g'irchoqni ovqatlantirish yoki telefonda gaplashayotgandek tasavvur qilish. 15-18 oylik bolangiz boshqalar bilan qanday munosabatda bo'ladi? Hissiyotlar va mustaqillik bir vaqtni o'zida rivojlanib bormoqda. Bu yoshdagi bolalar quyidagilarni namoyon etishlari mumkin. Quchoqlash, o'pish yoki erkalash orqali mehr-muhabbat ko'rsatadi. Chegaralarni sinab ko'rayotganda jahldorlik va jizzakilikni namoyon qilishi mumkin. Mustaqilligini ta'kidlash uchun tez-tez yo'q deydi. Boshqa bolalar yonida o'ynaydi, ammo hali ham birga o'ynamaydi. Ota-onasi yonida bo'lmaganda o'zini xotirjam his qilishi uchun adyol, yumshoq o'yinchoq yoki boshqa o'yinchoqlardan foydalanadi. 15-18 oylik bolada uyqu. Bu yoshdagi kichkintoylar har bir kecha kunduzda 11-14 soat uxlashlari lozim. Bunga 1 yoki 2 marta kunduzi uxlash ham kiradi. Shu yoshda ko'pchilik bolalar kunning ikkinchi yarmida 1 martalik uyquga o'tadi. Go'daklar atrofdagi muhitni yaxshiroq idrok eta boshlaganlari va ota-onalaridan ajralishni istamaganlari sababli
Uyqu vaqtida qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Tinch va muntazam uyqu oldi tartibi juda foydali hisoblanadi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Agar bolangiz 18 oylik bo'lganida quyidagilarni bajara olmasa, shifokorga murojaat qiling. Mustaqil yura olmasa, kamida 6-10 ta so'zni ishlatmasa, qo'l silkitish yoki qarsak chalish kabi harakatlarni takrorlamasa, atrofni o'rganishga yoki boshqalar bilan muloqot qilishga qiziqish ko'rsatmasa, oddiy ko'rsatmalarni bajarmasa. Ota-onalarga maslahatlar. Tirmashib chiqish va o'rganish uchun xavfsiz joylar yarating. Har kuni kitob o'qing. Narsalarni nomlab, kitoblardagi rasmlarga ishora qiling. Qo'g'irchoqlar, yumshoq o'yinchoq hayvonlar yoki o'yinchoq oshxona jihozlari bilan xiyoliy o'yinlarni rag'batlantiring. Kichkintoyingizga muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun bo'yoq qalamlar, ustma-ust teriladigan o'yinchoqlar va oddiy bosh qotirmalar bering.